Hattoki bir qish faslining o'zida bir marotaba sug'oriladigan holatlarni ham ko'rganmiz. Ba'ziga bir Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Abdulaziz TV. Bugun sizlar uchun parvarish juda ham oson bo'lgan sukkulent gullar haqida video tayyorlaganmiz. Video davomida qiziqarli ma'lumotlarni ham berib boramiz. Agar siz ham kam parvarish talab qiladigan o'simliklarni qidirayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun hisoblanadi. Bu gullarimiz ishxonada ishlaydigan yoki gullarga kamroq e'tibor beradigan insonlar uchun juda mos gul hisoblanadi. Ya'ni o'ziga kamroq e'tibor talab qiladi. Ularga kam suv berganimiz bilan ham qurib qolmaydi. Endi sukkulent gullari o'zi qanday gul degan savollarga javob berib o'tadigan bo'lsak, sukkulent gullari o'zi bargida hamda poyasida suvni saqlab turib, qurg'oqchilik paytlarida o'sha suvlardan, zaxira suvlaridan o'zini ehtiyojlarini qondira oladigan o'simliklar hisoblanadi. Ya'ni bularning poyasi uncha katta bo'lmaydi, asosiy qismi barglarida bo'ladi. Ba'zi turlarning poyasi kattalarini ham ko'ramiz, ular o'zini poyasida suvni saqlay olish qobiliyatiga ega. Shuni tufayli ham bu o'simliklarimiz barglarini yorqin va shakli chiroyli bo'lganligi bilan ham qolgan o'simliklardan ajralib turadi. Endi sukkulent gullarimizning foydali taraflari haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu gul o'zi chiroyli bo'lgani bilan bir muncha foydali ham hisoblanadi. Birinchi o'rinda bu kam suv ichganligi, ya'ni biz e'tibor bermasak ham, suv quyish esimizdan chiqib qolgan taqdirda ham bu ancha-munchaga qurib qolmaydi. Bir haftada bir marotaba sug'orib qo'yishning o'zi yetadi. Bu ham yoz oylarida. Yana bir foydali taraflaridan biri, biz biladigan aloe gulini oladigan bo'lsak, bu ham sukkulent turkumiga kiradi. Ya'ni o'z barglarida suv saqlaganligini hisobiga uni barglaridan dorivor tomonlardan foydalaniladi. Ya'ni buning foydasi nafas yo'llari yallig'lanishlarida ishlatiladi. Bu dorivor o'simlik sifatida ham ishlatiladi. Yana bir foydali tarafi bu o'simliklarimizni asabni tinchlantiruvchi xossasi borligida. Ya'ni ishdan charchab kelgan paytingizda yoki ofisdaligingizda bu o'simliklarga biroz vaqt termilib turishingizni o'zi sizni ortiqcha stressdan, depressiyalardan xalos qiladi. Ya'ni bularning barglarining shakli, tuzilishlari odamlarning asabini tinchlantiruvchi xossaga ham ega. Shu sababdan ham bu o'simliklarimizni sevib parvarish qiluvchilarimiz soni juda ham ko'p hisoblanadi. Endigi muhim ma'lumotlarimiz bu o'simlikni to'g'ri parvarish qilish haqida bo'ladi. O'simligimiz kam parvarish talab qilsa ham bunga to'g'ri bo'lgan omillarni berishimiz juda ham zarur hisoblanadi. Birinchi o'rindagi omilimiz bu quyosh. Ya'ni yorug'lik juda ham yetarli bo'lgan joyni xohlaydi. Chunki bu gullarimizni rangi har xil bo'lganligi va rang-barang bo'lganligi uchun quyosh nuri qancha to'liq tushadigan bo'lsa, rangi shuncha yorqinroq namoyon qiladi. Ko'pchilik gul parvarish qiladiganlar o'zi bilishadi, ya'ni bir o'simligimiz salqin joyda, bir o'simligimiz quyosh nuri to'liq tushadigan joyda turadigan bo'lsa, salqin joydagiga nisbatan quyosh tushadigan joydagisi yorqinroq bo'ladi. Salqin joyda quyosh yetmaganligini hisobiga buni rangi biroz xiraroq holatda bo'ladi. Shuning uchun bu gullarga qancha quyosh nuri yetarlicha tushadigan bo'lsa, ranglari ham shunga mos ravishda yorqinroq, ya'ni to'liq holatda rangni namoyon qilgan bo'ladi. Shuning uchun ham birinchi omilimiz quyosh nuri juda yetarli bo'lishi kerak. Va endi ikkinchi omilimizga keladigan bo'lsak, bularga to'g'ri sug'orish ham juda muhim, chunki ko'p suv berib qo'yish bularni qurishiga sabab bo'ladi. Eng ko'p quritib qo'yadigan odamlar bularga ko'p suv berish oqibatida quritib qo'yadi. Bularga yoz oylarida bir haftada bir marotaba sug'orishni o'zi yetadi, ya'ni kunning eng issiq paytlarida ham. Shunda ham tuprog'i qurilganligini ko'rib, ishonch hosil qilgandan keyin sug'orish kerak. Bahor va kuz oylarida bo'lsa 2 haftada bir marotaba, ya'ni kunlar biroz soviganligini hisobiga 2 haftada bir marotaba sug'orishni o'zi yetarli bo'ladi. Qish faslida kamdan kam holatlarda sug'oriladi. Hattoki bir qish faslining o'zida bir marotaba sug'oriladigan holatlarni ham ko'rganmiz. Ba'zi bir o'simliklarimiz suvsiz holatda qishni chiqaradi. Shuni hisobiga bu o'simliklarimizga kamroq suv berish maslahat beriladi. Endi bularga suvni hamda yorug'likni normaga qilganingiz bilan tuprog'imiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bu o'simliklarimizni o'sishi juda ham sekin bo'ladi. Ya'ni bu o'simliklar toshli joylarda o'sganligi uchun bularni tuprog'ini ham o'sha muhitga moslashimiz kerak. Bu o'simligimizga toshli hamda qumli tuproqlarni berishimizdan maqsad nima deydigan bo'lsak, aynan shu toshlar o'zida suvni uzoq vaqt ushlab turganligi uchun o'simlikka suv zarur bo'lgan paytda o'sha toshlardan o'zini suvga bo'lgan ehtiyojini qondira oladi. Shuning uchun ham bu o'simlikka qumli hamda toshli tuproqlarni berish tavsiya qilinadi. Bir, ikki, uch. Agarda siz ham o'simlikka kamroq e'tibor berib, gul parvarish qilish uchun vaqtingiz kamroq bo'ladigan bo'lsa, aynan shu sukkulent gullarni parvarish qilishda sizga maslahat bergan bo'lardim.
Ya'ni o'ziga kamroq e'tibor talab qilganligi uchun bu o'simliklarni parvarish qilish birmuncha qiyin bo'lmaydi. Ko'pchiligingizga shu gullarni parvarish qilishni maslahat berib qolgan bo'laman. Agarda sizga bu gullar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda Telegram kanalimizning silkasini qoldirib o'tamiz. U orqali kirib shu gullarga zakaz buyurtmalar qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab pochta xizmatini yo'lga qo'yganmiz. U orqali qaysi viloyatda bo'lsangiz ham yetkazib beriladi. 3. Bugungi sukkulent gul haqidagi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi kelgusida qaysi gul haqida video tayyorlashimizni kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Va o'zingizning ofisingizdagi yoki balkoningizdagi gullar haqida ma'lumot beradigan bo'lsangiz kommentariyalarda biz o'sha gullar haqida ham video tayyorlashga harakat qilamiz. Sizlar bilan Abdulaziz TV bo'ldi. Xayr, ko'rishguncha do'stlar.